Assalomu alaykum, hurmatli Tezrayt muxlislari. Tezrayt Quiz Raytga xush kelibsiz. Safardagi topishmoq o'yiniga. Hozir biz sizlar bilan navbatdagi yo'lovchilarimiz oldiga ketmoqdamiz. O'yinimiz ishtirokchilari bo'lishiga taklif qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Toshkan Tezrayt chaqirganmi dedi? Chaqirgan. Chiqinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, kutib qolmadinglar, yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Turibsizmi? Allohga shukr. Xo'p. Bo'lmasa boshqa hech kim yo'qmi? Yo'q, o'zimiz. Boshladik. To'xtaymiz, chekkaroqqa o'tib oldim. Yana bir marta assalomu alaykum. Tezrayt safardagi topishmoq o'yiniga xush kelibsiz, akalar. Bu Tezrayt foydalanuvchilari orasida o'tkazilayotgan yangi O'zbekistonda ilk marotaba bo'layotgan mashina ichidagi viktorina shousi. Sizlardan javob olish uchun ikki og'iz tushuntirib o'taman. Bu Tezrayt platformasi orqali o'sha qaysi manzilga borishingizdan qat'iy nazar band qilganingizda random sifatida biz har hafta oyda 2 yo 3 marta shunaqa shou safarlarni yo'lga qo'yamiz va tasodifiy ravishda chiqqan yo'lovchilar bilan yo'lda viktorina savol-javobi o'tkazamiz. Qulayliklari siz bu shouga tushganingizdagi avtomatik yo'l haqqingiz o'zi Tezrayt tomonidan qoplanadi. Viktorinamizning qoidalari bo'lsa, men safar davomida sizlarga savol berib ketaman. Sizlar yoki to'g'ri javob berishingiz yoki taxmin qilishingiz mumkin bo'ladi. Kim to'g'ri javob topgani aniq, kimni taxmini eng yaqinroq bo'lsa, o'sha ball oladi va safar davomida savollarga javob bergan holda ballar to'plab borasizlar va safarimiz yakunida eng ko'p ball to'plagan ishtirokchimizni g'olib deb e'lon qilamiz va kelgusi Tezraytdagi safarlar uchun bepul voucher sovg'a qilamiz. Agar hamma narsa tushunarli va savollar bo'lmasa, rozi bo'lsangiz, safarni davom ettiramiz, qolganini sekin yo'lma tushuntirib ketamiz. Nima deysizlar? Mana savol, hozirgi safarimiz bekorga? Ha. Avtomatik bu shouga tushib qolganda, Uje g'olibmiz. Yutuqdamiz, ha, uje yutuqda, uje bitta plyusdasizlar. Hozir agar yo'q, men qatnashmayman desanglar ham tushib qolamizmi? Yo'q, tushib qolmaymiz, shovuni qilmaymiz. Sizlar safaringlarni olib borib qo'yamiz oxirigacha. Muammosi yo'q. Savollaringizga javob bersak bo'ldi, shunaqami? Shu? Ha? Noto'g'ri javob berib qo'ysak ustimizdan. Uni keyin tushuntiramiz. Hozir prosta yurishdan oldin yuzaki tushuntirib yubordim sizlarga. Agar rozi biz ketamizsa, endi tam videoga, tasvirga tushishinglar bor balobatda, shunga ruxsatinglarni olib qo'yay deyapman. Rozimisizlar, boshladikmi bo'lmasa? Mayli. Savollaringizga javob bersak bo'ldimi? Mashinani surish kerak emasmi? Artish kerak emasmi? Hozircha unaqa holat bo'lmadi. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, o'zimiz erkin tutaveramiz. Bizda bir rasmiy anaqa yo'q. Dress code deydi, balobatlar deydi. Tam bunaqa tutishingiz kerak, yo bunaqa gapirishingiz kerak. Iloji boricha erkin holatda suhbat quraveramiz. Avvalo tanishib olsak, men ismim Sodiq, men shu Tezrayt kompaniyasida shu lavozimda ishlayman. O'zimcha. Sizlar bir o'zinglarni tanishtirib yuborsanglar. Tomoshabinlarimizga ham, menga ham. Men ismim Luqmon. Shu ish yuzasidan ba'zida shaxsiy ishlar bilan shaharning orasida, xususan Toshkentga tez-tez qatnab turaman. Tezraytda 1-marta sinab ko'raman, 1-marta biroz viktorinaga to'g'ri kelib qolgan.
qarang, birinchi marta zakaz qilishinglar. Tezroq birinchi marta. Zakazni kim? Siz berdingizmi yo o'rtog'ingiz? Men berdim. Qarang. Tanishganimdan xursandman, Luqmon aka. Sizni aka? Men ismim Ahmadjon. Toshkentga ish bilan ketyapman. Tezroq aytdi. Birinchi marta mana foydalanish. Men o'zim chaqirmadim, menga chaqirib berishdi. Yaxshi. Birinchi marta viktorinaga tushib bekorga ketyapman. Xo'p, tanishganimdan xursandman, akalar. Siz nima ish qilasiz, Ahmadjon aka? Men tadbirkorman, xususiy tadbirkor. Juda yaxshi. Bo'lmasa, o'ylarimiz qoidasini tushuntiraman. Yana bir bor eslatib, safarimiz davomida men sizlarga savol berib ketaman. Savollarga to'g'ri javob berish kerak yoki taxmin qilishingiz kerak bo'ladi. Kimni taxmini eng yaqin bo'lsa, o'sha ball oladi. To'g'ri javob bergan odam shundoq ham. Agar ikki kishi ham to'g'ri javob berib qolsa, ikkitalar ham ball olasizlar. Javoblarni shu oldinglarda, o'rindiqlarda doskachalarimiz bor, yozib ko'rsatish kerak bo'ladi. Faqat og'izda ham aytasiz, qo'lda ham yozib. Bir tekshirib olsanglar, ishlayaptimi, hammasi joyidami, yo'qmi? Sizda ham ishlayaptimi? Yaxshi. Yaxshi bo'lmasa. Hammasi tushunarli. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, hozir berib yuborsangiz. Internetdan foydalansam bo'ladi. Yo'q. Eng asosiysi bizda mag'lublar bo'lmaydi. Chunki eng asosiysi yaxshi kayfiyat. Yo'lda qanoq uzoq yo'lingiz qanoq yaqin bo'lganini bilmay qolasiz. Endi siz-ku ko'proq do'stingiz bilan chiqibsiz. Yakka ham yig'amiz. Yangi do'stlar, yangi tanishlar olib turib oladi. Bizda bir necha bosqichlardan iborat viktorinamiz. Bosqichlar deganda bir bosqichda 2, 3, 4 va hokazo savollar bo'ladi. Bosqichlarimiz birinchi bosqichimiz O'zbekiston haqida, ikkinchisi dunyo faktlari, dunyo haqida, geografiya, balobatlar shunaqa. Men har birda bosqichcha e'lon qilib boraman. Birinchi bosqichimizni bo'lmasa boshladik. O'zbekiston haqida faktlar, savol, javoblar. Tayyormisizlar? Xo'sh. Tayyormiz. O'zbekistondagi Toshkent metrosi qachon ochilgan? Ya'ni yili. O'ylash uchun 15 soniya beramiz. Xotirjam, shoshilmasdan o'ylab. Yozib keyin aytasiz vaqt tugaganda. Tayyormiz. Javoblar tayyormi? Tayyor. Bo'lmasa Ahmadjon aka sizdan boshladik. Men o'ylashimcha 1976-yil. 76-yil. Javobingizni ta'riflab bera olasiz? Nimaga asoslanib 76? Birorta bilgan yo bir taxminmi bu? Bu taxminga asosan. Taxminga asosan. Bu aniq soyuz davrida tug'ilgan. Sizdan sal kattaroq bo'lsa kerak. Juda yaxshi. Luqmonjon aka? Malika ajoyib holat. 1975-yilda. 70 juda qiziq, juda qiziq. Sizlar o'rtoqsizlar, to'g'rimi, oshna? Faqat O'ylayapmanki qiziq bo'ladi ancha. Xo'p, to'g'ri javobni eshitishga tayyormisizlar bo'lmasa? tayyor. Toshkent metrosi 1977-yilda Men 78 yilda ochilgan. 78 yilda. Demak, Ahmadjon akani tabriklasak bo'laveradi. Ularni eng yaqin javoblari va birinchi ballni qo'lga kirityaptilar. Ikkinchi savolga o'tamiz.
Hazrati Imom majmuasidagi eng qadimgi Qur'on nusxasi qaysi asrga tegishli? Tushundingizmi? Hazrati Imom majmuasidagi eng qadimgi Qur'on nusxasi nechanchi asrga tegishli? Vaqt ketdi. O'ylaguncha bo'lmasa, Ahmadjon aka, o'zingiz haqida bir ikki og'iz ko'proq bir ma'lumot bera olasizmi? Bir o'zim bizga qiziq. Misol ishingizga yana ham nima bilan shug'ullanasiz? İşimiz, hozirgi ishimiz bizda qayta ishlash bilan, makulaturada qayta ishlash bilan bog'liq. Hozirgi Toshkentga safarim. Kerak bo'ldi. Shu olib kelgan ketyapman. Ha, demak biznes safar hozir. Biznes safari. Juda zo'r, juda zo'r. Qog'oz qayta ishlab chiqaraman deyapsiz. Qaysidir ma'noda ekologiyamizga foyda beryapsiz. Ekologiyamizga juda katta foyda keltiramiz. Xo'p, javoblar tayyormi? Tayyor. Luqmonjon aka tayyormisiz? Onda tayyor. Bo'lmasa bu safar Luqmonjon akadan eshitamiz. 16 asr. 16. Ahmadjon aka? Menimcha 9-asr. 9-asr. Safar zo'r. Yaxshi, yaxshi. Eng To'g'ri asosiy javob. to'g'ri javobni bo'lmasa aytaman. Hazrati Imom majmuasidagi eng qadimgi Qur'on nusxasi nechanchi asrga tegishli? 7-asrga tegishli to'g'risi. 7-asr. Bo'lmasa eng yaqini yana Ahmadjon aka, yana ballilib ketyaptilar. Luqmonjon aka sal qattiqroq bo'lasizmi deyman. Faqat bir marta tekin yuraman xolos. Tezlaydi. Shunday. Aqlidan so'radim. O'zi mana shunaqa uzoq safarga chiqganinglarda, Toshkentga, Toshkentdan viloyatlarga chiqqanda qiyinchiliklar bo'lib turadimi? Mashina topish, yana nimadir. Hozir nisbatan mashina topish qiyin emas. Qiyin emas. Bitta anaqasi mashinaga borib kelishgandan keyin qayerda o'tirish muammosi. Bunda bo'sh emas. Orqada qaysi o'rinda ketish, kim qaysi o'rinda ketadi. Topishda muammo yo'q. Topishda muammo yo'q. Hozir ertaga kech taksilar. Agar bir qanaqadir bayram arafasi yoki bayram kunlari bo'lmasa, to mashina sonida muammo yo'q. Asosiy muammo o'sha xizmat sifatida bo'lsa kerak. Haydovchi yo'lda yurishi, qanchalik xavfli xavfsiz, o'sha kelishgan manzilga yetkazib qo'yishi, aytilgan muddatga kelishi, shunaqa muammo. Juda yaxshi, juda yaxshi. Qiziq. Navbatdagi savol va bu bosqichdagi oxirgi O'zbekistonni faktlari. Tayyormisizlar? Tayyormiz. O'zbekistondagi eng katta viloyat qaysi? Hudud bo'yicha, odam soni bo'yicha. Viloyat, hudud bo'yicha. Yo'q. O'zbekistonga avtonom. Qoraqalpog'iston hisoblanadi. Yo'q. Vaqtimiz tugadi. Javoblar tayyormi? Tayyor. Javobni yozib ko'rsatgandim, ko'tarib ko'rsatyapsizmi? Kimdan boshlaymiz? Yo'q, o'zi men bundoq ko'tarib ko'rsataman. Hop.
Ahmadjon aka yana sizga bo'lmasa? Meni o'ylashimcha Sirdaryo viloyati. O'zbekistondagi eng katta viloyat. Hudud bo'yicha. Sirdaryo. Yaxshi. Javob qabul qildik. Luqmonjon aka? Manimcha Navoiy. Navoiy. Navoiy viloyati nimaga? Bilasizmi yo bir taxminmi bu? Yo'q, kartada eng katta mana shuda Samarqand, Buxoro joylari. Qoraqalpog'iston bo'yicha asosiy katta cho'llarni Bo'lmasa, men to'g'ri javobni e'lon qilaman. O'zbekistondagi eng katta viloyat bu Navoiy viloyati. Ura. Va nihoyat Luqmonjon akamiz ham navbatdagi ballarni oldi. To'g'ri. Ular o'zini matematika. Keyingi savol. Общий hisob 2-1. Xo'p, O'zbekiston faktlarimiz tugadi. Keyingi bosqichimiz ikkinchi bosqich. Dunyo faktlari. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Bo'lmasa, birinchi savol dunyo haqida. Dunyo bo'yicha eng kichik davlat qaysi? Sразу выберу. Davlat tushunasizlar? Bir iki üç koçadan. Tayyormi javobga? Tayyor. Bo'lmasa, Ahmadjon aka sizdan boshladik. Ya bir iki. Karar tek uzat. Hop. Istardim. Vatikan. Vatikan. Luqmon aka sizda? Vatikan. Va sizlarni ikkita tanani ham tabriklayman. Dunyo bo'yicha eng kichik davlat ichidagi kichik davlat hisoblanadi. Vatikan Amma davlati. savollar shu qiyin bo'lganda edi. Hammasiga javob berdi. Hop, dunyo faktlarida bu bosqichimizdagi ikkinchi savolimiz. Buni eshitiraman. Dunyo bo'yicha eng ko'p orollarga ega davlat qaysi? Dunyo bo'yicha eng ko'p orollarga ega bo'lgan davlat qaysi? O'ylash uchun vaqt ketdi. O'ylagunimizcha Ahmadjon aka, ko'p borib turasizmi Toshkentga? Viloyat. Hozir. Yo'q, sizga payt hozir. Hozir borasiz. Luqmonjon aka sizchi? Har xil. No, holat har xil. Yo'q. Ba'zida tez, ba'zida ancha. Tushunishim bo'yicha ikki tanani ham o'zinglarni avtotransportinglar bor. Ha, bor. Men aytmoqchi bo'lganim taksidan foydalanib ko'p safar qilib turasizlarmi demoqchi. Foydalanadi. Har safar desa noto'g'ri bo'ladi. Ora-orada foydalanadi. Nega so'rayapman? Birorta qiziqarli voqea bilan o'rtoqlasha olasizlarmi? Mana shu safar bo'yida qanaqa nima bo'lgan? Tam mashina buzilib qolgan, tam Qiziqarli. hammasi qiziqarsiz bo'lmagan. Esda qolarli voqea deylik, qiziqarli deb. Meni esimda qolgan voqea yo'lda zapravkadan chiqishimda bir yosh kattaroq odam qo'l ko'tarib to'xtatgan. Yo'lga chaqirib ketib oladi. Ha, siz o'zingiz mashinangizga ketdingiz. Ha, men uzun mana yo'lda so'qadi. Yo'q, taksi mayli. turish kerak. Yo'q, bo'laydi. Qanchadir masofagacha birga ketganmiz, yo'l yo'lakamiz. U odam aytish bo'yicha u deyarli butun respublikani shunaqa avtostop usulida mashinasi yo'q, ko'tarib kapotkalarda yo'l yo'lakay boradi. Boshida menga biroz qiziq tuyuldi, ishonarsizroq tuyuldi, ya'ni bo'lsa. Chunki hamma ham to'xtalmasa kerak. Lekin manzilimiz o'zi ayriladigan joyga
to'xtadim, tushib qoldi. Men ketish o'rniga biror chekkada to'xtab, tutib qarab turdim. Qancha yo'lni bo'yida turib, qo'l ko'tarib turar ekan, qachon o'zini yana boshqa kishi olib ketab keldi. Lekin haqiqatda ham aytganidek uzoqi bir 5 minutcha turdi. Bir ikkita, uchta, to'rtta mashina o'tib ketgan bo'lsa, 5-inchisi to'xtadi. Odam o'tib ketdi. Men uchun bizni respublikada shunaqa avtostop qilib yuradigan odamni birinchi marta ko'rishimda boshqa ko'rmadim. Demak bizda ham Juda kam narsa, lekin bor. qiziq, rostdan Ya'ni qiziq. boshqacharoq gap pulda emas, lekin o'sha odam masalan butun respublikada yo'l kirasiz, qaysi ma'lum, просто muomala hisobiga shunaqa bo'lar ekan. Zo'r. Xo'p, javoblar tayyormi? Dunyo bo'yicha eng ko'p orollarga ega bo'lgan davlat qaysi? Taxmin qilib yozdim. Ahmadjon aka, yana siz? Indoneziya. Buni bilardingiz yo taxmin qilyapsizmi? Yo'q, xayolimga kelgan birinchi. Indoneziyada orollar bormi? Luqmonjon aka, qabul qildik Ahmadjon aka. Men o'zimcha kartani ko'z oldimga keltirishga harakat qilib ko'rdim. Qiziq. Ko'z oldimga Kanada keldi, tepada shu orollar bor. Shu Osiyo tarafda butun davlat hammasi orollardan iborat. Faqat aniq eslolmadim shu davlat nomi. Men Yangi Zelandiyada yashadim. Yangi Zelandiya. Ha, qiziq. Bungiz to'g'ri javobni aytaman. Dunyo bo'yicha Eng ko'p orollarga ega bo'lgan davlat bu Shvetsiya ekan. Orollarga ega davlat Shvetsiya. Da. 267 ming orol. Kutilmagan javob. man Osyoda qaysidir davlat necha mingta oroldan iborat deb eshitgandim. Osyoda degan lekin Shvetsiya Qancha Shvetsiya? manga juda Bitta orol bor, buni yarmidan boshqa davlat, boshqasi boshqa davlat. Madrid yo'q deydi. İşte egelik qiladi deganda Shvetsiya bosmagan aniqlab bordi yerlar. O'shamikin deb tushundim. Shunaqa ega orollarga ega davlat. Agar haligi nima deydi, qarshiligingiz bo'lsa, mayli foydalanib ko'ramiz. O'sha ochiq manbalardan qidirib ko'ringlar. Tekshirib ko'rishga imkoniyatingiz bor. Endi kim yutdi? Taxminlar bo'yicha Bu anaqa ekan-da. Indoneziya 7-o'rinda, Ko'pchilik orol Finlandiya 3-o'rinda, Norvegiya 2-o'rinda, Shvetsiya 1-o'rinda. Bo'ldi. Biz hozir ishtirokchilarimizga ozgina vaqt berdik. Bizning javobimizga ozgina yanglishmovchilik kiritishganiga va baribir Shvetsiya eng ko'p dunyodagi orolga ega bo'lgan davlat bo'lib chiqdi. Va eng yaqin taxminda endi Ahmadjon aka yana berdi. Indoneziya. Ben Kanada deb o'ylagandim. Kanada xayolimga keladi. Ahmadjon aka tabriklaymiz yana bitta ball bilan. Va ikkinchi bosqichimiz dunyo faktlari bo'yichagi oxirgi savolimni o'qib eshittiraman. Bu sal dunyodan chiqib ketib qolar ekanmiz, sal bo'lmaysizlar.
Neptun sayyorasi Quyosh atrofida aylanish uchun necha yil kerak bo'ladi? Savol tushunarlimi? Neptun sayyorasi Quyosh atrofida aylanish uchun necha yil kerak bo'ladi? Vaqt ketdi. Ahmadjonik, sizda bir qiziqarli voqealar bo'lmaganmi? Taksidami? Ha, shu safar chog'ingizda bir esda qolarli. Hamda esda qolarli Toshkentga taqlaganda studentchilik davrida ko'p perivalda qolib ketishimiz sabab perival ta'mirlanishi bo'lardi. Shu birinchi safarda qiziq emas, lekin ko'p esda qolganlar. Doim uyga qaytayotganda, Toshkentga ketayotganda perival ta'mirlanish, kengaytirish ishlari olib borilgani uchun bir necha soat to'xtatiladi. Ha, yo'l tirbandlik. Shu narsa ko'p hozir unaqa masala yo'q. Hozir tezlik yetib borish. Javoblar tayyormi? Yo'q. Tayyor. Ahmadjonik, tayyormisiz? Tayyor. Bo'lmasa sizdan eshitamiz. 27. 27. Nimaga? Bilmayman. Taxmin. Prosta 27. 27 raqami yoqadi. Yo'q. Yoqmaydi. 2 ham yoqmadi, 7 ham yoqmadi. 27. Ahmadjonikga Bunda ko'proq 200 yil. 200 yil. Javoblarni qabul qildim. To'g'ri javobni eshitamiz. Neptun sayyorasi Quyosh atrofida bir aylana qilish uchun 165 yil kerak bo'lar ekan. Ajoyib. Ahmadjon aka, yana to'g'ri tabriklaymiz. Rahmat. Nechta savol qoldi? Sirda masalan. Mana hech narsa bilmasligimni aniqlashingiz uchun yana nechta savol qoldi? Yo, savollarimiz ko'p. Yo'limiz Yo'limizda hali yutganim yo'q. yo'q. Chunki haligi yaxshi ot keyin chopadi deyishadi-ku. Fora berayotgandirlar haligi. Anaqa do'stim xafa bo'lib qolmasin deb. Dunyo bo'yicha qiziq faktlar tugadi. Endi maktabda yaxshi o'qiganmisizlar? Qani desam tushunasiz. Shuncha javobimdan Qaysidir fanni yaxshi o'qigandirsizlar. fizkultura yaxshi bo'ladi. Geografiya va tarix bo'yicha 3-bosqichimiz. Tayyormisizlar? Savolni o'qib eshitiraman. O'zbekiston davlat madhiyasi nechanchi yilda qabul qilingan? O'ylash uchun vaqt ketdi. Boshqa savol yo'q. Taxmin qiladigan savol emas. Bunda qo'shmaymiz. Plus biz уже O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdik. O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdi. O'zbekiston mavzusidan o'tib ketdik. Böyle bo'ldi. Geografiya dedim. Qanaqa geografiya? Geografiya va tarix. Vaqtimiz tugadi, javoblar tayyormi? Nuhmonjon aka tayyormi? Tayyor. Nuhmonjon akaga imkon berishda davom etamiz va Ahmadjon aka yana sizdan eshitamiz. O'zbekiston davlat madhiyasi nechanchi yil qabul qilingan? 92-yil. 1992-yil. Javob qat'iy.
Bu bilasizmi yo taxmin qilyapsiz? Esimga kelganda shu. Javob qabul qildi. Luqmonjon aka. Bundan shunaqa. Eslashim keldi. 1-sentyabrda Qatarda Eronda keyin boshqa masalalar boshqalar. Latviyaga konkurs e'lon qilib, tanlab, 92. Javoblarni qabul qildim. To'g'ri javobni o'qib eshitiraman. O'zbekiston davlat madhiyasi 1992-yil qabul qilingan. Tabriklayman. Rahmat. Bir baldan bo'lish oldinglar. Navbatdagi savol. Buyuk Sohibqiron Amir Temur nechanchi yil tug'ilgan? Safar yaxshimi, maroqlimi? Teknik savollar so'rashsa degan. Men bilmayman. Savollar qiynab qo'yapti. Kayfiyatli o'zi yaxshimi deyman-da. Yaxshi. Tezroq tanlaganingizdan afsusda emasmisiz? Suvchi alohlar. Javoblar tayyormi? Tayyor. Luqman akaga imkon berish davom ettirgan holda Ahmadjon aka yana sizdan boshlaymiz. Buyuk Sohibqiron Amir Temur nechanchi yilda tavallud topgan? 1396. Bu ham taxminmi yo bilasizmi? Taxmin. Javob qabul qildi. Luqmonjon aka 1336. 1336-yil. 3 ta raqamimiz bir xil. Bu taxmin yo bilarmidingiz siz ham? Chala esladim. Chala esladim. Bo'lmasa to'g'ri javobni o'qib o'taman. Buyuk Sohibqiron Amir Temur 1336-yil tavallud topgan. Tabriklaymiz Luqman akani. Keyin yaxshi ot keyin chopadi deganlar shu bo'lsa kerak-da endi. Geografiya va tarixdan so'nggi savolimiz. Bu menimcha qiyin bo'lmasligi kerak sizlar uchun. O'zbekistonda joylashgan Surxondaryo viloyatining markazi qanday nomlanadi? Vaqt ketdi. O'ylashimcha qiyin bo'lmasligi kerak. Javobga tayyormi? Vaqtimiz tugadi. Javobga tayyormi? Endi Luqmonjon akaga imkon berish to'xtatib turamiz. Yana beraylik. O'zim ham ikkinchi javob berishni so'rayapman. Endi u paytda siz sherigingizni javobidan kelib turib o'zgartirib olishingiz mumkin.
Luqmonjonlik sizdan eshitamiz. Surxondaryo viloyatining markazi qaysi shahar, qanday nomlanadi? Termiz. Termiz. Ha? Ahmadjon aka? Termiz. Termiz. To'g'ri javob Termiz. Tabriklayman. Rahmat. Xo'p. Endi ko'rsatuvimizning oxirgi bosqichiga ham yetib keldik. Oxirgi bosqichimiz mantiqiy savollar. Tayyormisizlar? Bo'lmasa boshladik. Birinchi savol. Bir odam yomg'irda yomg'ir po'shsiz yurdi. Lekin sochi ho'l bo'lmadi. Qanday qilib? Yomg'ir po'sh tushunamiz-a? Hammamiz tushuntirishlar. Zontik. Zontikda paybon deyiladi. Tushunarlimi? Bir odam yomg'ir po'shsiz yomg'irda yurdi. Lekin sochi ho'l bo'lmadi. Qanday? Javobni yozish kerak. Ha. Vaqtimiz tugadi. Javoblar tayyormi? Luqmonjon aka tayyormisiz? Tayyor. Savolni o'qib eshittiraymi yo shart emasmi? Bir odam yomg'irda yomg'ir po'shsiz sayr qildi. Lekin uni sochi ho'l bo'lmadi. Qanday? Qanday dedim? Qanday? Qanday? Bilmadim. Chunki uni Javob chunki uni sochi yo'q. U kan. javob. Ahmadjon aka? Bunda ham shu kalodan sochi. Javoblarni qabul qildim va bu to'g'ri javob. Tabriklayman. Ura. Shunaqa savollar aytdim deb. Navbatdagi mantiqiy savollarimiz. Agar 5 ta mashina bo'lsa va ularning 4tasi to'xtasa, nechta mashina qoladi? Savol qayta bo'ldi. Mashina deganda avtomobilmi? Agar 5 ta mashina bo'lsa va ularning 4tasi to'xtasa, nechta mashina qoladi? Vaqt ketdi. Javoblar tayyormi? Tayyor. Ahmadjon aka tayyormisiz? Bo'lmasa javoblarni eshitamiz. Ahmadjon aka? Agar savol to'g'ri tushungan bo'lsam 4ta. Savolni o'qib eshittiraymi yana? Agar 5 ta mashina bo'lsa va ularning 4tasi to'xtasa, 5 ta mashina qoladi. Javob qabul qildim. Luqmonjon aka? Agar 4 ta mashina to'xtasa, uni vertolyot tutqamaydi-ku, mashinagacha qoladi. Menimcha 5 ta. Faqat 4tasi to'xtatib, bitta yuk turgan bo'ladi. To'g'ri javobni aytaman. Agar 5 ta mashina bo'lsa va 3 ta va undan 4tasi to'xtasa, hamon 5 ta mashina qoladi.
5 ta mashina bor, 4 tasi to'xtadi. 5 ta mashina bo'lsa, bu yerda mashina yo'l bo'ldi, yurib ketayotganda 5 ta mashina yurib ketayotganda 4 tasi to'xtadi. Nechtasi yurib ketyapti deb bosdi. Mantiqiy savol, mantiqiy. To'liq qoniqmadimi lekin Agar anaqalaringiz bo'lsa, ayting, biz ochiqmiz, tuzatamiz. agar Yashab qolaversin. yo'q, to'rttasi to'xta dedi degani bu 5 tasi harakatda bo'lgan degani. Unda podrazumovat qiladi, aytilmagan bo'lsa. Bo'lmasa Luqmon aka qanaqa qilib bunga keldilar bu javobni? Taqdim qildi. Yo'q, albatta. Taxmin qiladi. Logika. Yo'q, hamma logikasi har xil. Nima bo'lganda ham Luqmonjon akani tabriklaymiz. Hali mantiqim bular javob beradi. Oxirida bir yon bosdingiz. Ha, mayli, nima desangiz deng. Mantiqiy savollarning oxirisi so'nggisi. Tezrat haydovchisi Toshkentdan Samarqandga yo'l oldi. Yo'lda 3 ta yo'lovchini oldi. Keyin bittasi tushib ketdi. Savol: haydovchining yoshi nechida? Savol qaytarsa bo'ladi? O'zi asli bu bir marta aytiladigan mantiqli savollar. O'shanisi bilan mantiq, lekin mayli qaytaramiz. Tezrat haydovchisi Toshkentdan Samarqandga yo'l oldi. Yo'ldan 3 ta odam, 3 ta yo'lovchini oldi. Keyin bittasini tushirib qoldirdi. Savol: yo'lovchi necha yoshda? Vaqt ketdi. O'ylash uchun vaqt nihoyasiga yetdi. Javoblar tayyormi? Xo'p, Ahmadjon aka, sizdan eshitamiz. Savol tushunmadim. Taxmin 16 yosh. 16 yosh. Javob oxirgisi? 16 yosh. Yo'q, qat'iy demoqchiman. O'zgartirmaysiz. Luqmonjon aka, sizning javobingiz? 18 yoshdan imkon. 18 plus. Yo'q, bizga aniq bir raqam kerak. 18 bunda. 18. Savolni o'qib eshitiraman va javobni aytaman. Tezrat haydovchisi Toshkentdan Samarqandga yo'l oldi. Yo'ldan 3 ta yo'lovchi oldi. Keyin bittasi tushib qoldi. Savol: haydovchining yoshi nechida? Javob: savolda haydovchining yoshi yo'q. What? Javob savolda yo'q. Javobmi? Ha. Demak, men javobim to'g'ri ekan. Chunki tezrat haydovchisi bo'lishligi uchun kim qaysi shaxs bo'lishidan qat'iy nazar haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun u odam 18 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Yo'lovchi 18 yosh bo'lishi shart. Yo'q, haydovchining yoshi necha?
haydovchini deyman. Haydovchini yo'lovchi. Haydovchini yo'sh Haydovchi. Haydovchi o'chadi. Kim yaqinroq bu javobga? Yo'q, siz keyin haligi Mantiqan dedingiz, mantiqan tushuntirib berdim-da. Siz mantiqingiz yo'qmi? siz hozir bal to'plash uchun maksimal harakat qildik to'planiga. Tezlat haydovchilari nomidan men sizga bitta bal beramiz. Shunda yetib oldimmi? Vallahi sen Yo'q, balni soni endi balni Qanday asoslab berasiz bu balni? Savolda javob yo'q bo'lsa. Javob yo'q bo'lsa qanday bu? Yo'q, bu prosta Ha, siz xohishingiz. haydovchilar nomidan berdik buni. Haydovchilarni maqtadilar. Endi tezlat haydovchilar maqtaganlar. Hamma haydovchi emas, tezrat haydovchilar. Tezrat haydovchilar nomidan. Chunki bular qonunga itoatkor. Bular guvohnomasi bo'lmasa Eslatib o'taman, balni faqat bir marta bera olamiz. Keyingi bu anaqa o'yinchilarga yana bitta podskaska tezroq haydovchilarni ko'proq maqtang. Javob yo'q savolda sizga shunday. Bonusli savol. Bizda g'olib kerak baribir. Bu savol uchun 0.5 ball beramiz. Xo'sh. Savolni o'qib eshitiraman. Dunyodagi eng baland tog' cho'qqisi qaysi va necha metr? Metrda aniq chiqadi. Dunyodagi eng baland tog' cho'qqisi qaysi va necha metr? Tayyormi javoblar? Luqmonjon aka tayyormisiz? Tayyor. Ahmadjon aka, Aytaveray. ayting. Tog' cho'qqisi Everest balandligi 27.800 metr. Luqmonjon aka? Manda ham Everest. Aha. Faqat 8420. Javob. 420 qayerdan kelganligini bilmadim. Javoblar oxirisimi? Oxirgi savol bo'lishi uchun o'ylab ko'rishinglar uchun yana bir minutda soniyalar bermoqchiman. Bo'lmasa, savolda oxiri bo'lsa, to'g'ri javobni aytaman. Dunyodagi eng baland tog' cho'qqisi ikki tane ham to'g'ri topdilar. Ha, bu Everest. Uning balandligi 8848. Luqmonjon aka, tabriklaymiz. Rahmat. O'yinimiz g'olibi bo'lganingiz uchun. Ahmadjon aka, sizga ham rahmat. Luqmonjon akaga Tezlat kompaniyamiz nomidan kelgusi safarlari uchun bepul voucher sovg'a qilamiz. Yutib oldilar. Safarlarni band qilishda davom eting. Yana o'yinimizga tushib qolsangiz, Xudo xolasa, siz ham yutib qolarsiz. Safaringiz haqida bir o'yinimiz haqida bir qisqacha tafsilotlarni aytib bersangiz qalay sizlarga? Yoqdi, yoqmadi? Ochig'ini aytaverasizlar. Bundan oldimcha savol so'rasam. Xo'p. Men o'zimni voucherimni kimgadir sovg'a qilishim mumkin. Ha, bu voucher erkin holatda bo'ladi. Erkin, buni faqat sizni profilingizga beriladi. Zakaz qilib o'shani ishlatasiz. Xo'p, tushundim. Приложениеda turadi. Zakaz qilib biror kishini chiqarib olishingiz ham mumkin. Ha. Tushundim. Rahmat. Ahmadjon aka, tafsilotlaringizni bilan o'rtoqlashsangiz, agar qo'shimcha tavsiyalaringiz, o'zgartirish yo bir narsalar bo'lsa va tomoshabinlarimizga Yaxshi.
yiqmasdan ancha yo'llar ancha qismlar qiziqarli bo'lsa keyingi anaqada tavsiyam ko'proq shunaqa o'yinlar bo'lsa Savollar qiynab qo'ymadimi? yutqazganda ham qanaqadir утешительный priz bering. Luqmonjon aka, g'olibimizdan so'raymiz. Umumiy holat olganda taassurotlar yaxshi. Faqat orada bir ikki hijolatli holatlar bo'ladi. Ayniqsa savol oddiy bo'lsa, bir o'zingizni davlatingiz haqida nimadir bilolmasangiz, biroz uyatli ekan. Buni hisobga olmaganda yo'l-yo'lakay vaqt maroqli tez o'tganligini hisobiga zo'r. Zo'r. Rahmat. Men ham juda xursandman sizlar bilan qanoq yetib qolganimizni ham bilmay qoldik manzilimizga. Bu faqat menga emas, yo'lovchilarga ham bog'liq. O'zingiz yo'llarda yursanglar bilasizlar qanchalik bo'lishi. Xush ko'rdik. Yana tez raytlarda ko'rib qolishguncha. Rahmat katta. Rahmat.